Qo'rquv vahimalarim ko'p yillik. Necha yil taxminan? Juda qadrdon bo'lib ketgan menga. 25-30 yillar desam adashmayman. 12 kun oldin kelganimizda 12 avgust kuni keluvdingiz. Ha. 12 avgust kuni kelganingizda nima kasalliklar bezovta qilgani uchun keluvdingiz? Bosh aylanishi bor edi. Bosh aylanishi bor edi. Keyin o'sha qon bosim kuchli edi. Qon bosim, Qabziyat, keyin oshqozonim og'rib turardi, ovqat hal bo'lmaganday. Umumiy holsizlik bor edi. Ishtaham yo'q edi. Uyqum ham yaxshi emas edi ko'ngildagiday. Qo'rquv, vahima bor edi. Bir nima taqillab ketsa ham cho'chib ketaverardim. Hozir u narsalar yo'q. Keyin juda qaddim egilib qoluvdi. Endi o'zim bilmagan holda mana nevaralarim aytishdi, "Ya, unday qaddingiz to'g'rilanib qolibdi" deb. Keyin oynaga qarasam, qaddim to'g'rilanib qolibdi. Endi rahmat, juda xursandman. Bosh aylanishi nima bo'ldi kelganingizdan burun? Bosh aylanishim ancha kun shu bo'ysunmay yurdi. Necha kunlarga borib? Oxirgi 8-9 kunlari chekinib yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. Qon bosim nima bo'ldi? Qon bosim bilmayman. Kelganingizdan burun oshdimi, oshmadimi? Oshgani ham yo'q, bezovta ham qilgani yo'q. Bo'lmasa oshmabdi-da. Oldin nechigacha ko'tarilardi? 160-180 gacha. Oho, mana kelganingizdan burun umuman qon bosim bezovta qilmay qo'yibdi. Qabziyat nima bo'ldi? Yaxshi, hozir necha kunda ichingiz yaxshi yurishib ketdi? Ichim ham shu 7-8 kunga bordi. Shu bo'ysungi 8 kunda normal yurishib ketdi. Bo'ysungisi kelmay keyin tark etdi. Oshqozon ovqat yesangiz og'rirmidi? Nima bezovta qilar edi? Oshqozonim og'rimas edi. Shu yeganimdan keyin shu oshqozonimning ichida tosh turganday his qilardim. Nima ekan bu, ovqatim hal bo'lmaydimi? Bu nima ekan deb yurardim. Shu narsa yo'q bo'ldi. Yaxshi, yana aytdingiz. Holsizlik bor edi dedingiz. Holsizlik nima bo'ldi? Necha kundan boshlab? Holsizligim ham shu borib qoldi. O'sha orqama-orqa bordi hammasi. 7-8 kunda. Mana shu kelguncha charchab qolardim. Yetib olsam bo'ldi deb. Yaxshi. Ishtaha nima bo'ldi? Ishtahalarim 4-5 kunlarda o'zi yaxshi bo'lib ketdi. Ishtaha yaxshi bo'lishi bilan qolganlari ham tuzala boshladi. Qolganlari ham yaxshi bo'ldi. Uyqu necha kunda yaxshi bo'ldi? Uyqum ham shu bordi 5-6 kunga. 5-6 kunda. Ishtaha yaxshi bo'ldi, uyqu yaxshi bo'ldi, keyin qolganlari o'z-o'zidan tiklana boshladi. Qo'rquv vahima necha kunda? Qo'rquv vahima necha kunda yo'qolganini bilmayman ham. Esimdan ham chiqib ketibdi u. Hozir endi mana kichkina qizimning uyida remont bo'lib turibdi, turoq etsam hech farqi yo'q. Yaxshi. Namuncha asta yopinglar deb qo'yaman. Keyin bular aytishdi, qo'rqardingiz-ku deb. Qo'rqib ketaveradi. Men cho'chib qolardim dedim keyin. Yaxshi, mana shu kasalliklar sizni necha yildan burun bezovta qilib yurdi? Qo'rquv, vahima. Shuni endi o'zim bardosh qilib yengib o'tdim. Ana qabziyatlar, qon bosimlar, ular necha yildan burun? Endi qabziyat ham shu bir 20-30 yillik bu. Hamroh menga. Lekin nimalarim bosh aylanishim bir 2 oylarda paydo bo'ldi. Oxirgi 2 oylarda. Lekin nimalarim 1 yildan beri, shu qon bosimlarim oshishi 1 yildan beri. Tushundim. Bu yerda men aytaman, kasalliklarning sababini birin-keyin aytib ketaman, odamlar o'zi nimadan kasal bo'lib qolgan ekan tushunib oladi. Siz ham kasalliklaringiz nimadan kelib chiqqan sabablarini tushundingizmi? Endi mana shu 13 kunning ichida chuqur tushunib oldim. Tushunib oldingiz-a? To'g'ri, noto'g'ri joylarini tushunib oldim. Kasallik qayerdan kelib qolishini ham tushunib oldim. Xullas yo'lga tushdim. Qisqasi, ichki dunyoyingiz o'zgardi. Ichki dunyom o'zgardi. O'shani oqibatida siz sog'aydingiz desam bo'ladimi? Bo'ladi. Bemorni kasalligini davolashadi-da doktorlar. Bemorni ichidagi kasallikni keltirib chiqargan uni g'am g'ussasi, ichki dunyosidagi noqisliklarni doktorlar to'g'irlamaydi. Dori-darmon ham uni to'g'irlamaydi. Shuni oqibatida bemorlar sog'ayib yurdi desam bo'ladimi? Shunaqa ekan, to'ppa-to'g'ri. Dunyo qarashim o'zgardi.
25 yil boshqacha dunyoqarash bilan yashagan edingiz. orqaga qaytdim. Yoshligimga qaytdim. Yoshardingiz. Fikrim ham qaytdi. Malades. Sog'lig'im ham qaytdi. Malades. Xatoliklarimni topdim. Malades.